Mana shu magnitni molni o'xiriga shunday qilib yopishtirib qo'yadigan bo'lsak, umuman mollar temir yutmaydi. Ha, Jamshidbek qiyinga bo'ladigan ishni qilingchi. Yeydigan mol baribir yeyaveradi. Qarang, mana mol eskidan boqilyapti. Badani zo'r, hamma joyi chokki, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Yangi olingan mollarda ko'pchilik profilaktika qiladi. Bitini to'kadi, boshqa narsasini qiladi, lekin mana bu molda mana Juni to'kilib qolganmi? Juni to'kilgan. Qarangda, qarating-da o'ta kamerani. Juni to'kilib qolgan va yana bitta e'tibor beradigan joyi mana bu mo'ylovi, mana labi, burun tepasi oq, ko'zini atrofi oqargan. Bu tulayaptimi o'shanda? Yo'q. Mis yetishmasaga mana shunaqa joylar oqaradi, quloq orqasi ham oqarib qolgan. Kuragidagi juni tushishi u parazitdan bo'ladi. Qarang, men sizga hozir bittada ikkita yechim beraman. Hop. Meradok dorisini olamiz. Avaramektinlarni yangi avlodi. Birinchilardan bo'lib Metafarm kompaniyasi ishlab chiqargan buni. Xo'p, 1 ml 50 kg tirik vaznga deyilgan. Atak mana shunaqa o'sha jun to'kilish, badanda qashlanish yoki shu qashlab qonatadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, 1 ml ni 33 kg tirik vaznga hisoblab inyeksiya qilasiz. Ko'nglingiz to'lmaydigan bo'lsa, o'zi buni повторный inyeksiya qilinmaydi. Ko'nglingiz to'lmaydigan bo'lsa agar повторный inyeksiyasini 3-sutkada yana bitta qilasiz, bo'ldi shu bilan. To'xtaydimi? Ichak qurti, tashqi ektoparazitlar birdaniga to'xtaydi. Bitlarni ham yo'qotadi. Va boyagi ko'pchilik e'tibor bermaydigan joyiga Ranamix premixini yem berayotgan paytda silos-pilosni ichiga ana shunaqa qilib sepib bersak agar mollarga, bitta mol boshiga mana shunaqa maydaroq bo'ladigan bo'lsa 50 gram, kattaroq bo'ladigan bo'lsa 70 gramdan berilsa, xudo xolasa mana shunaqa muammolar to'xtaydi. Ranamixni qancha berish kerak deganlar uchun, Ranamixni doimiy bersa bo'ladi, to so'yilguncha. Hech qanaqa ziyoni yo'q. Bemalol olib foydalanishsa bo'ladi.